Assalomu alaykum Og'abek. Assalomu alaykum hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana buni qaranglar mana. Chirinmasinga, zanglamasinga. Shuni mana litol. Mobilmi bu litolmi? Bu litolga o'xshayapti, mobilga o'xshamadi. Litol surtib tashlagan ekan. Bu mavjollarga kirmaydi-da bu endi. Tepasida qoladi, mobilga kirmaydi mana. Betlar zanglagan. Buni o'rniga o'zini mobil bor. Mobil qo'ysa shu orasiga kiradi. Negrol ham yaxshi. Negrol ham har quyosh chiqqanda orasiga kirib ketaveradi erib. Mana shunda negrol bo'lganda mashjollarga ham kirib ketgan bo'lar edi. Bu o'sha ko'rgan bilgan Damaslarning ko'chiryapmiz buni, xudo xolasa. Kirlolarni tomi bilan birga olib tashlaymiz buni. Kimga qandaydi endi? Bundan oldingi mashinamizga kuzib qo'ydik. Kasali bundan yengil edi. Egasi kuzib qo'yishni xoladi. Kuzib qo'ydik. Buniki mana kasali undan og'ir, lekin o'zi bo'lyapti. Kimga qanday? To'g'rimi ustakalar? Kimga qanday? Ha, bunza mana kelib qolyapti. Achkilarni qo'yamiz, qanot zazirlar tushib qoldi, xudo xolasa. Ko'ramiz qani. Biz kuzatishda davom etinglar, askarlar.